Saliyeva o'g'li Toshkent davlat transport universitetining elektrotexnika kompyuter muhandisligi fakulteti radioelektron qurilmalar va tizimlar yo'nalishining birinchi bosqich magistrantiman. Ilmiy ishimiz bundan iboratki, tezyurar poyezdlarda, ya'ni Afrosiyob, Salgo, Mirzo Ulug'bek poyezdlarida aholi uchun sifatli hamda uzluksiz aloqani ta'minlab berish bo'lib hisoblanadi. Mening kelajakdagi maqsadim davlat xizmatchisi bo'lib, tezyurar poyezdlarda aloqani sifatli hamda uzluksizligini ta'minlash. Men Yo'ldashbek Suhrob, Toshkent davlat transport universitetining temir yo'l transporti muhandisligi fakulteti transport vositalar muhandisligi lokomotivlar yo'nalishida tahsil olaman. Bu sohani tanlashimga asosiy sabab temir yo'l transportiga va mamlakatimizda transport tizimlarini yuksaltirishga bo'lgan qiziqishim. Hozirgi kunda nazariy bilimlarni olib kelmoqdaman va kelajakda buni amaliyot bilan bog'lagan holda O'zbekistonimiz uchun o'z hissamni qo'shmoqchiman. Toshkent davlat transport universiteti qurilish muhandisligi fakulteti 3-bosqich talabasiman. Men kelajakda davlat xizmatchisi sifatida faoliyat yuritib, til sertifikatlari hamda zamonaviy dasturlash tillarini egallab, yirik qurilish kompaniyalari bilan hamkorlikda ishlab, O'zbekistonda qurilish sohasidagi katta loyihalarda o'z hissamni qo'shaman. Batayeva Sabina Davronbek qizi va men Toshkent davlat transport universitetining 3-bosqich iqtisodiyot fakulteti talabasiman va bugungi kunda men raqamli iqtisodiyot yo'nalishida tahsil olib kelmoqdaman. Men kelajakda davlat xizmatchisi bo'lib, yangi O'zbekiston rivojlanishiga o'z hissamni qo'shmoqchiman va shu sababli bugun olgan nazariy bilimlarimni amaliyotda qo'llash maqsadida turli xil raqamlashtirish borasidagi loyihalarda qatnashib kelmoqdaman. Raqamli savodxonligi oshirish markazlari loyihasi ustida ishlayapman va kelajakda ushbu loyihamni yanada takomillashtirishni o'zim uchun maqsad qilganman. Men Olimjonova Nozma Foziljon qizi Toshkent davlat transport universiteti avtomobil yo'llari muhandisligi fakultetining 3-bosqich talabasiman. Hozirgi kunda mening ko'plab maqsadlarim bor. Avvalambor nomdor davlat stipendiyalarini qo'lga kiritish hamda Zulfiya xonim mukofoti sohibasi bo'lish. Bu mukofot bilan to'xtab qolish niyatim yo'q. O'zimni soham bo'yicha magistraturada o'qib, kelajakda davlat xizmatchisi bo'lib, yurtimiz yo'llarini yanada ravon qilishga, ularni konstruksiyalarini, landshaftlarini to'g'irlashga o'z hissamni qo'shmoqchiman. Mening atim Zalkafova o'g'li Adilbek qizi. Men bugungi kunda Toshkent mamlakatlik transport universitetining ekonomika fakultetining sifrovoy ekonomika, ya'ni sanli ekonomika yo'nalishining 3-bosqich studentiman. Bugungi kunda texnologiya umrimizning har bir tarovina kirib kelmoqda. So'ning bilan birga ekonomika tarovida ham bor. Kelajakda men mamlakat xizmatkari bo'lib, mamlakatimizning ekonomikasini rivojlantirmoqchiman.